Assalomu alaykum, hurmatli Lisan Tayr kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan birinchi darsimizni boshlaymiz. Shu asnoda kurs haqida umumiy ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, kurs shundan iboratki, dastavval siz ingliz tili grammatikasi bo'yicha o'z savolingizni chiqarasiz, ya'ni knowledge bilmingizni chiqarasiz va muloqot darajasida darajangizni oshirib A1, A2, B1, B2 va hokazo oxiri rizqi nasib sifr bo'yichayam o'zimni darslarimni ulashib boraman. Birinchi navbatda biz English Grammar in News kitobidan o'tamiz. To'liq emas, taxminan 20 ta yoki 30 ta, 25 ta dars. Shuni o'zi yetadi. Speaking va reading, listening, writing uchun qolgan mavzularni o'zim kurs davomida qiziqarli qilib dars tayyorlab sizlarga o'rgatib boraman. Xo'p, ketdik. Birinchi darsimiz shundan iboratki, present continuous, ya'ni qanaqa? Hozirda bajarilayotgan turgan ishlar, shu kunlarda, shu yillarda yoki shu haftalarda, umuman hozir ham davom etyapti turgan shu kunlarda. U hozir davom etadi xolos. O'zi present continuous hozirgi davomiy degani. O'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak. Mana bu yerda Sarah is in her car. Sarah o'zining mashinasi, ya'ni uning mashinasi. Her degani bu qiz bolaga nisbatan uning. Agar him deyadigan bo'lsak, u o'g'il bolaga. In da, ya'ni mashinaning ichida. Sara o'zining mashinasining ichida. She's on her way to work. U uning yo'lida, ya'ni ishga borish uchun o'zining yo'lida. She's driving to work. U ishga mashina haydab ketyapti. She's driving, haydab ketyapti. Driving fe'lini haydab ketmoq. Kurs tugagandan keyin lug'at o'zi shaxsiy Telegram kanalim PDF fayl tashlab qo'yganman. O'shanda ko'rib, o'rganib hamda shu drivingga bog'liq gaplar tuzib o'zlaring yodlab kelasizlar. This means she is driving now, ya'ni u hozir minib ketyapti. Bir vaqt o'tgandan keyin u ishga boradi, ya'ni aynan hozir, hozirgi momentda, hozirgi vaqtda. Bu ishni undan avval ham qilmagan, bundan keyin ham bajarmaydi, hozirgi vaqtda. At the time of speaking, ya'ni shu gapirish vaqtidagi. This action isn't finished. Bu faollik tugallanmagan. Ya'ni o'z nihoyasiga yetmagan deyapti. Ma'lumot berib o'tamanki, present continuous hozirgi davomiy zamonning formulasi, ya'ni tuzilmasi subject plus MSR plus verb ing. Bu nima degani? Misol uchun, you are sitting on the armchair. Siz hozirda stulda o'tiribsiz. Ya'ni to be bo'ladi. To be bizda o'zimiz til o'girganda shaxson qo'shimchasi qanaqa? Ya'ni men hozir o'qiyapman bo'lsa, o'shandagi man to be ga to'g'ri keladi. Bunda I ga am tushadi, he, she, it ga is tushadi, you, we, they ga are tushadi. Ya'ni you siz degani, they ular degani, we biz degani, I am degani, he, she, it u degani. It jonsiz narsalarga, he o'g'il bolaga, she qiz bolaga. Is present continuous. Hozirgi davomiy zamonda deyapti. Ana I ga am tushgan, ya'ni I mana apostrophe m qisqartmasi driving. Men minib ketyapman, ya'ni driving odatda mashina yoki ulovlarga nisbatan. U xoh jumping, ya'ni yuk mashinasi bo'ladimi, xoh bunaqa oddiy ulov bo'ladimi, boyga mashina farqi yo'q. He, she is
Ya'ni he, she, itga nisbatan is. His itiki degani va hokazo. Working. He is working. U ishlayapti. She is working. It's working. Ishlayapti. Ya'ni bundan keyingisi we are doing. Ular bir narsani bajarishyapti. You are doing yana. They are doing. I am doing something. Men bir narsa bajaryapman. Do qilmoq. Mana I men qilyapman. Yana shaxson qo'shimchasi. Manga tushadi. Bizi o'zimizni o'zbek tilidagi. Mana something biror narsa. I am doing kurash deydigan bo'lsa, misol uchunda endi men kurash tushyapman bo'ladi. I am doing judo bo'lsa, men judo qilyapman bo'ladi. I started doing. Men biror narsa qilishni boshladim uni. Va I haven't finished it. Men uni tugallamaganman. I am in the middle of doing it. Men uni bajarishni o'rtasidaman deyapti. Please don't make so much noise. Iltimos, judayam ko'p shovqin qilmang. I am trying to work. Men ishlash boshlamoqchiman. Not try. Not I try. Not inkor ma'nosida bo'lyapti bu yerda. Where is Mark? Mark qayerda? He's having a shower. U dush qabul qilyapti. Not he has a shower. Ya'ni biz he has demaymiz. He is having a shower. Having a shower bu birikma, dush qabul qilmoq. Ya'ni o'zimizning tilda yuvinmoq. Let's go out now. Ketdik hozir tashqariga. Go out tashqariga chiqmoq. Bunaqa o'zi so'zlarni kurs davomida lug'at tuzib qo'yganman. Boya aytganimdek, PDF fayl tashlab beraman. Siz aziz obunachilar ularni ko'rib, yodlab, miyalanga qo'yasizlar. It isn't raining anymore. Ortiq yomg'irli emas. O'zi inshaalloh bahor kelyapti. Bu odatda tushmaydi-yu endi. Not it doesn't rain. Ya'ni aynan hozir bo'layap turgan bo'lsa biz it doesn't rain demaymiz. Sabab bu present simple o'tib qoladi. Present simple ni yana darsda o'tib beraman. How's your new job? How is your new job? Hozirgi, ya'ni yangi kasbingiz qaysi? Aynan hozirga nisbatan. Are you enjoying it? Siz undan maza qilyapsizmi deyapti. Yana o'zi darak gapi you are enjoying it bo'lgan. Bunda so'roq are, ya'ni to be oldinga chiqib, are you enjoying it? Siz undan maza qilyapsizmi? Ya'ni u bilan maza qilyapsizmi degan ma'no chiqadi. What's all that noise? What's all that noise? What's going on? What's going on? Or what's happening? Nima bo'layapti? Nima sodir bo'layapti? Degan tarjima chiqadi bundan. Sometimes this action isn't happening at the time of speaking. For example, ba'zan ba'zida, once in a while ham ba'zan ba'zida. Bu faollik sodir bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni muloqot vaqtida, speaking, nutq vaqtida. Masalan, Steve is talking to a friend on the phone. He says. Ya'ni Steve do'sti bilan gaplashyapti telefonda, ya'ni on the phone. Biz telefonga, ijtimoiy tarmoqlarga, ya'ni Facebookga, Telegramga, umuman kitobning betiga va shunga o'xshash narsalarga on ishlatamiz. Ya'ni qaytarib o'taman, jamiki ijtimoiy tarmoqlarga agar bo'lsa, masalan, on the Telegram, on the Instagram, on the YouTube va hokazo, on the page, ya'ni on Monday hafta kunlariga ham on ishlatamiz. On bu da degan ma'noni beradi. Ya'ni on the armchair bo'lsa ham yuqorida aytib o'tganman, stulda, ya'ni da ustida degan ma'noni beradi. Buni ham vaqt kelib birga sizlar bilan darsda shug'ullanamiz. He says.
u gapiryapti. Present simple'da he bo'lgandan keyin he she itga s yo yes oladi. Uni yanagi darsda batafsil bafurja tushuntirib beraman. I'm reading a really good book at the moment. Men hozir bir judayam yaxshi kitob o'qiyapman. Ayni vaqtda. Ayni damda. Moment ayni damda. It's about a man. U bir kishi haqida. Kimki? 3 point. Ya'ni va hokazo. Steve says, I'm reading. Steve, men o'qiyapman dedi. But he isn't reading the book at the time of speaking. Lekin he isn't u kitob o'qimayotgandi. At the time of muloqot vaqtida. Bundan shunaqa ma'no kelib chiqadiki, biz present continuous'ni faqat ayni damdagi bo'lgan ish harakatlar uchun ishlatmaymiz. U harakat shunday bo'lishi kerakki, ayni kunlar, ya'ni shu kunlarda, shu oylarda, shu yillarda bo'lib, hozir ham sodir etyap turgan jamiki voqealar. He means that he has started reading the book. Ya'ni bu anglatadiki, u kitob o'qishni boshlagan. Bu present perfect started reading, kitob o'qishni boshlagan. Lekin but hasn't finished it yet. Hozir tugallamagan. He is in the middle of reading it. U shu kitob o'qish o'rtasida. Middle degani o'rtasida. Kate wants to work in Italy. Ya'ni shunaqa misollar. Some more misollar. Ba'zi ko'proq misollar. Kate wants to work in Italy. Kate Italiyada yashashni xohlayapti. So she's learning Italian. Shuningdek shuning uchun she is learning Italian. U italyanchani o'rganyapti shuning uchun. But perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. Lekin ehtimol u italyanchani o'rganmayapti, ya'ni qaysi vaqtda? O'sha nutq vaqtida. Ayni damda. U shu kunlarda o'rganib turgan bo'lishi mumkin, shu oylarda o'rganib turishi mumkin. Buni o'zi biladi, balki shu haftalardadir. Some friends of mine are building their own house. Mening ba'zi do'stlarim deyapti, o'zlarini uylarini qurishyapti. Are building. Building ham lug'atga yozib qo'yganman, o'rganib olasizlar. Build o'zi qurmoq, construct ma'nodoshi bo'ladi, ya'ni sinonimi. Bitta some friends bo'lgandan keyin of mine, ya'ni ba'zi mening do'stlarimga tushyapti, ya'ni they ular bo'ladi. Uchinchi shaxs ko'plik are to'g'ri keladi, boya aytganimdek. They, you, we ga are to'g'ri keladi present continuous'da. Their own house. Ularni own o'zlarini uyini qurishyapti. Ya'ni mening ba'zi do'stlarim o'zlarini uyini qurishyapti. They hope to finish it next summer. Ular uni tugallashni keyingi yozga umid qilishadi. Bu present simple. And you can use the present continuous with today. Bu kalit so'zlar desam bo'ladi. Keywords, rubbish. Present simple'da ham alohida shunaqa so'zlar bor. Vocabularies, ularni ham o'rganib chiqamiz yanagi darslarda. Siz qo'llay olasiz present continuous, ya'ni hozirgi davom bilan today, bugun, this week shu hafta, this year shu oy, periods around now, hozirgi davr atrofida, period davr degani. You are working hard today. Siz bugun qattiq ishladingiz. Hard degani o'z qattiq ma'nosi bor, hard qiyin ma'nosi bor. Hardly bo'lsa zo'rg'a ma'nosi bor. Uni ham shu darslar davomida sizlar bilan birga o'rganib chiqamiz to'liqroq.
Not you work hard today. Ya'ni you work hard today demaymiz ekan. Bugun qattiq unda mm, ma'no chiqmay qoladi. Yes, I have a lot to do. Men ko'pgina ishlar qildim degani. Ya'ni ko'pgina bajardim degani. Bu qisqa javob turi. Buni ham o'rganamiz. The company I work for isn't doing. Kompaniya, ya'ni men ishlayap turgan, for isn't doing so well this year. Yaxshi ketmayapti. Juda yaxshi ketmayapti bu yil. Ya'ni men ishlayap turgan kompaniya juda yaxshi ketmayapti. Ya'ni uni jadal rivojlanishi deymizmi yoki cho'qqiga chiqishimi, shunga o'xshash. We use present continuous when we talk about the change. Biz present continuousni, hozirgi davomiy zamonni foydalanamiz. Present continuousdan foydalanamiz qachonki biz biror o'zgarish haqida gapirganimiz, ya'ni has started, u yuz berishni boshlaganida, sodir bo'lishni boshlaganida biz undan foydalanamiz ekan. Ya'ni hozir ham davom etyap turgan narsa. We often use these verbs in this way. Biz tez-tez shu so'zlardan foydalanamiz, shu fe'llardan, ya'ni bu yo'lda. Getting olmoq, becoming bo'lish, starting boshlash, beginning bu ham boshlash sal boshqacharoq. Lug'atda yozib ketilgan. Changing o'zgartirish, improving rivojlantirish, increasing o'sish, rising bu ham o'sish, falling yog'ish ma'nosi ham bor, tushish ma'nosi ham bor. Growing bu ham o'sish, faqat boshqacharoq. Masalan, growing a plant bo'lsa, bir o'simlikni o'sishi bo'ladi. Growing this boy bo'lsa, bu bolani ulg'ayishi, shunaqa ma'no kelib chiqadi. Is your English getting better? Sizni ingliz tilingiz yaxshiroqmi? Qiyosiy daraja, o'shaning uchun er oladi. Not does your English get better? Ya'ni bu yerda sizni ingliz tilingiz getga ingsiz qo'llamaymiz ekan. The population of the world is increasing very fast. Dunyo aholisi judayam tez rivoj o'sib boryapti. Not increases. Not increases demaymiz ekan, ya'ni tushmaydi. Davomiy bo'lmaydi. At first I didn't like my job. Birinchi galda men ishimni yoqtirmayman, but I'm starting to enjoy it now. Lekin men uni boshlayapman hozir undan maza qilishga. Not I start demaymiz ekan. Hozir boshlayapti, lekin I start u present simple bo'lib qoladi. Endi siz qadrli obunachilar uchun, ya'ni bugungi o'tilgan darsni takrorlash uchun so'zlar yo'q, mashqlar berilgan. Ularni birgalikda tushuntirib chiqaman. Uyda o'zlaring yechasizlar, xohlagan. Televizorda darsni ko'rib, takrorla va komfortda popkornlarni xohlanglar, Pepsi, Cola, Fanta va hokazo. Xullas, o'zlaringga qanday muhit ma'qul kelsa, o'shanaqa komfortda, qulaylikda shu darsni ko'rasizlar va mashqlarni bajarib olasizlar. Kitobni ham iloji bo'lsa chiqaringlar. O'zim ham inshaalloh chin dildan mana shu ingliz tilini siz qadrli obunachilarga o'tib beraman. Teppa-tekinga. Birinchi mashqda what's happening in this picture? Ushbu rasmlarda nima bo'lgan? Choose from these verbs. Shu fe'llarni foydalaning, ya'ni tanlang deyapti. Cross kesib o'tmoq, ya'ni biz 3-rasmda ko'rishimiz mumkin. They are crossing the road tushadi.
birinchi gapda aytyaptiki, she's taking a picture. U rasm olyapti. Ya'ni birinchi suratda rostmana shuni ko'ramiz. Ikkinchisida he is scratching a shoelace. Ikkinchi rasmda erkak kishi yuqorida aytib o'tganimday u poyafzalni bog'layapti bo'ladi. Qolganini o'zlaring qilib bajarib mustahkamlab olasizlar. This sentence on the right follow those on the left. Gaplar berilgan va o'ng tomonda gaplar va chap tomonda. Shuni to'g'rilab, bir-biriga moslab sizlar yozasizlar. Birinchisida bir F deyapti. Please don't make so much noise. Judayam bir shovqin qilmang deyapti. Qilmang, iltimos, please. Shunga F tushyapti. I'm trying to work. Xuddi tepadagi bitta gapni o'zini o'shandan qolib olib yozib qo'yibdi. Lekin ancha foydasi beradi. Iloji bo'lsa, umuman qoldirmasdan qiziqish bilan, layoqat bilan shularni tugatib chiqinglar. Xo'sh, ketdik. We need to leave soon. Biz tez orada tashlab ketishimiz kerak. Ya'ni it's starting to rain. Ikkiga C bo'ladi. Yomg'ir yog'ishni boshladi. O'shanda bir-biriga mos tushadi. Bir uchga qaraydigan bo'lsak, writing questions use present continuous. Savollar yozing degan va present continuousdan foydalaning. What's all that noise? Bu shovqinni what's happening, ya'ni what's happening bilan what's all that noise bir-biriga teng. What's the matter? Why you are crying bo'ladi. Ikkinchisi xuddi shunaqa. Iloji bo'lsa, agar ma'qul ko'rsalaring, xohlanglar, boshiga ChatGPTdan o'rganib, o'shandan fikr olib yozinglar, lug'atdan foydalaninglar, lekin darslarni iloji boricha miyalaringga kuyib, ko'rib o'rganinglar. Eng oddiy tilda tushuntirganman, o'zbekcha qo'shib. Endi bir to'rga qaraymiz. Put the verb into correct form, positive, ya'ni I am doing bo'ladi. Negativi esimdan chiqayotibdi aytgancha present continuousda negativi subject plus MSR plus not plus verb ing. Ya'ni I am not doing bo'lsa men bajarmayapman bo'ladi. Please don't make so much noise. Yana o'sha gap. Iltimos, juda shovqin qilmang. I'm trying to work. Men ishni ya'ni qaytadan boshlamoqchiman. Let's go out now. Ketdik tashqariga. It isn't raining. Yomg'ir yog'mayapti degani. Anymore. Ortiq. No longer. Anymore. Bir xil ma'no. Faqat no longer farqi u gapni boshida, ya'ni mana it isn't no longer raining. Fe'ldan keyin keladi. Buni ham vaqt kelib tushuntiraman. You can turn off the radio. Radioni o'chirib qo'ya olasan. O'zi savolni tuzaydigan bo'lsak, can you turn off the radio? Darak sifat shakli kelibdi. Biz yozamiz I am listening to it. Ya'ni bu yerda radioni o'chirib qo'ya olasanmi degan o'zi. I am not listening to it. Men uni eshitmayapman. Shunga o'xshatib o'zlaring lug'atdan va xohlanglar boshiga ChatGPT, ya'ni sun'iy idrokdan ilovasi bor. Uni ham agar bilmaganlar bo'lsa tashlab qo'yaman. O'ta foydali, erinmaydigan, umuman xohlagan savollaringga javob beradigan ilova ChatGPT. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat va sizlarga
so'zlar bor. O'shalarni ham bir o'qib talaffuzini qilib beraman. Mana. Present simple continuous. Present simple continuous. Hozirgi davomiy zamon. I am doing. Men bajaryapman. Biror ishga nisbatan, ya'ni umuman boya aytdik-ku, I am cooking bo'lsa, men pishiryapman bo'ladi. I am driving bo'lsa, men mashina haydayapman bo'ladi. Am is are to be ni present continuous'da tuslanganlari. Ya'ni am I ga nisbatan, is he she itga nisbatan, are you we they ga nisbatan. Shaxsan qo'shimchalari fe'ldagi o'zimizning tilda man, siz, lar, sanni beradi. Drive a car. Drive a car. Bitta mashina minmoq. Ya'ni bitta mana aniq noaniq artikli bittani beradi. Va bu undosh tovushdan oldin keladi. Qaytaraman, undosh. Agar unli bo'ladigan bo'lsa, n bor. Buni ham an alohida o'tamiz. Zni ham o'shanda bafurja tushuntirib beraman. Try to work. Try to work. Ishlashga urinib ko'rmoq. Read a book. Read a book. Kitob o'qimoq. Learning Italian. Learning Italian. Italyancha o'rganmoq. Build a house. Build a house. Bir uy qurmoq. Today. Today. Bugun. This week. This week. Shu hafta. This year. This year. Shu yil. What's happening? What's happening? Nima sodir bo'lyapti? Getting knowledge. Getting knowledge. Bilim olish. Becoming a teacher. Becoming a teacher. O'qituvchi bo'lish. Starting a day. Starting a day. Bir kunni boshlash. Beginning a season. Beginning a season. Bir mavsum boshlanishi. Changing the decision. Changing a decision. Ruscha j kabi aybga buyurmislar. Hozir shu texnik xatolik bo'lib qolgan. J bo'lish kerak edi aslida. Ya'ni ruscha j kabi decision bo'ladi o'zi. Shunaqa holatlari bor. Buni umuman ingliz tili o'rganib ketib turgan vaqtda tushuntirib berib boraman o'qilishini. Endi boshlayap turgan boshlang'ichlar, ya'ni beginnerlarga qarorni o'zgartirish. Qarorni o'zgartirish. Improving own business. Improving own business. O'z tadbirkorchilikni rivojlantirish. Increasing. Rising. Ko'zi deyarli bitta ma'no. This size. The aniq artikli unli yo'q. Undosh tovush bilan boshlangan so'zdan oldin the o'qiladi. Bu ham oliy grammatika o'zi. Speakingda shunaqa the size desalaring ballaring nisbatan oshadi. Oz bo'lsa-da. Increasing, rising the size o'lchamni ortishi. Falling the rain yomg'ir yog'ishi. Agar now it's falling the rain desalaring hozir yomg'ir yog'yapti. Now it's falling the rain outside. Hozir tashqarida yomg'ir yog'yapti. Falling the rain o'zi yomg'ir yog'ishi. Growing the trees. Growing the trees. Daraxtlar o'sishi. Cross. Cross. Kesib o'tmoq. Hide. Hide. Yashirmoq. Scratch the hair. Scratch the hair. Sochni qashlamoq. Rasmda ham berib ketilgan, xuddi bir kishi sochini qashlab o'tirgan bo'ladi. Adashmasam, 4-chi yo 5-chi, balki 3-chi. Ana, xuddi 4-chi. He is scratching his head. U boshini qashlayapti. Mana bu qizil shenfir deymizmi? Eng uzun futbolkami? Xullas. Take a chance. Chance.
British English'da, ya'ni Britan inglizlari talaffuzida chance amerikancha. Take a chance. British English'da yozdim. Imkoniyat olmoq. Modern Talking'da we take the chance degan qo'shiq ham bor. Ular amerikalik bo'lgani uchun o'sha chance deydi. Tie tuslanishi present continuous'da masalan he's tying him shoelaces. Ikkinchi gapda kelgan, adashmasam, tying your shoelaces bu yerdagi o'qilishi o'z poyabzalini bog'lamoq. Your you'ga nisbatan sizning. Waving back. Waving back. Waving back ortga qo'l silkitish. Bu ham kitobda berilgan qaysinda? Ana they are waving to somebody. Ular ba'zi birlarga somebody degani qo'l silkitishyapti. Hurmatli obunachilar, bugun darsimiz shundan iborat edi. Sizlar bilan Lisan.Tarix kanalini blogeri bo'ldi va umuman kelasi darslar uchun qo'llab-quvvatlaysizlar umiddaman va albatta kanalimizga obuna bo'lasiz, o'sha qo'ng'iroqchani bosasiz va layklarni ayamaysiz. Ko'rishguncha, see you soon, my followers.